Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sog'mi salomatmisizlar? Xudo xolasa bugun 2025-yil 13-iyun haftaning juma kuni hammangizni yurtdoshlar Jumayam bilan tabriklayman. Alloh taolo ko'pgina Jumayamlarni yetirsin. Xudo xolasa yurtdoshlar bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tuman dehqon bozoriga yetib keldik. Valyuta kurslari bilan tanishtirib o'taman. 100 aks dollarimiz yurtdoshlar 1.270.000 rim bo'lib turibdi 65 dan. Rossiya rublimiz 159 ming so'm, Qozog'iston tengamiz 24 ming so'm bo'lib turibdi. Bundan tashqari yurtdoshlar bizani 14-16 taksi xizmatini tanlagan yurtdoshlarimiz uchun 1-avgust kunida ko'pgina betoy texnikalar, mebellar o'ynaladi yurtdoshlar. Mebellardan uголокlar, betoy texnikalardan televizorlar, kir mashinlar, gilamlar ham o'ynaladi. Qimmatbaho sovg'alar, ya'ni bonusdan afzal bo'lgan sovg'alar bo'ladi yurtdoshlar. Xudo xolasa eng komfort mashinalarda ko'p yillik stajga ega bo'lgan tajribali haydovchilarimiz bemalol murojaat etib taksi xizmatlaridan foydalansanlar bo'ladi yurtdoshlar. Xudo xolasa davom etamiz. Bugun videomiz oxirigacha ko'rasizlar. Bugun bozorimiz avjida bo'lib turibdi yurtdoshlar. Davom etamiz. Soat qancha so'mdan ekan? 30 ming so'mdan ekan. Kattaligini qarang. Yerniki bular? Saribiniki qancha so'm? 12 ming so'm. Akşam seni yurtdoshlar. Hali satdingizlarmi buni? Hali satmadingiz, ha? Savdangizni bersin. Xudo xolasa boshladik yurtdoshlar. Kerchkancha o'lchadinglar? Assalomu alaykum. 6,5 o'lchatdilar. Kilog'ami yo optimami? Kiloga. Sotsizcha so'm? 35 ming so'mlar ekan sotib. Qaranchi so'm? Qaralingizni aytib bering. Kimniki qarali? Egasi yo'qmi? 4 ming so'm. Assalomu alaykum. 4 ming so'mlar ekan qarali. Altı 500 o'lchaklar yurtdoshlar. Xo'p, badarim bor ekan shunda. Necha so'mdan ekan? Bizdagi dehqonchilik 4 kilosi 10 ming so'm. 4 kilosi 2,5 ming so'mdan tushadi. Kiloga sotganmi? Havo, xalta 1,5 dan beri turibmiz. Xaltaga 1,5 dan ekan. Neniki? O'zbekiston, Turkman ko'ylak. Hamma badarillar O'zbekistondan kelib turibdi, yaga. Hammaga ham badarillar O'zbekistondan keldi. Necha so'mdan sotganingiz 1,5 bo'ldimi shunda? Optimum 1,5 kilolab 4 kilo 10 ming beri turibmiz. 4 kilo 10 mingdan berilib turibdi. Kilolar basanglar ham ozroq tushadi. To'g'ri. Qarancha so'm ekan? 3 ming so'mdan. Xo'jani? Biza boya odamni o'ynamiz 1000 so'mdan. 1000 so'm? Shu vaqtda to'g'ri aytganmanmi, xato aytganmanmi maga? Ajoyib. Bu vaqtda 1000 so'mdan degan badarin baho yo'q-a, to'g'rimi? 2000 so'mdan edi. 1,5 2000. Endi boqadi. Xo'p, davom etamiz yurtdoshlar. Qarancha so'mdan ekan, assalomu alaykum. 4000 so'm aytib turibsiz. Necha so'mdan sotdingiz? 3 dan sotdim. 3000 so'mdan sotib turibdi. Nerniki bular? Leningrad. Leningradniki. Savdangizni bersin, charchaman. Nishurani uzumlar gapdina. Uzingiz necha so'm ekan? Assalomu alaykum. 18. Bular kishmish uzumda bayqalanadi? Yo'q, erta pishadi. Nerniki dedingiz? Shu mesni. Mesni eng ko'p kuniki. 4 kunimiz mahsuloti 4 kunimizda kamroq topiladi, shundan bor ekan. Chela necha so'mdan og'a? Assalomu alaykum. 12 ming so'mdan chela. Yana Messi chela 12 ming so'mdan. Sotilgancha so'm bo'ldi? Sotilishi shu ekan. 12 ming so'mdan eng. Чеснок necha so'mdan ekan? Чеснок 25 dan. 25 ming so'mdan. Bular Messimi? Mesni чеснок havo. Mana. Akşam komentarlarda so'ramadingmi? Messi chesnoklayini. Baklajan necha so'm? Baqlajon 4 ming so'm. Chiloq, eng? Savdangizni bersin. Xo'p, davom etamiz. Shu yerdan mana chela. Necha so'mdan ekan? 12 ming so'mdan. Chiya nereden buldu? 12. Xo'p, davom etamiz. Şuradan yana pomidoru çaktık. Pomidorun necha o'lchadinglar? Assalomu alaykum. Qalmanglar, o'tirangiz tushmaysiz. Pomidor 8 ming so'm, 9 ming so'm. Bular 8, Bular 9. Bular 9. Pomidor 8 mingdan. Buni kiloga aytdingizmi yo optimal? Kiloga Kiloga shunday optimalni undan ham qaytib berasiz. Qaragancha so'm?
Karan 4 4 ming so'm. Toza yeşiller 9 ming. 9 ming so'mdan ekan yana. Qimmatroq emasmi? Ya az keldingizmi? Hali sotdingizmi? Sotdingizmi? 9 sotib turibdi yana. Savdongizni bersin. Xo'p, davom etamiz. Shunda yana Qaralanchi so'mmi yenge? Assalomu alaykum. Karalarni irileri 7 ming so'm, bular 5 ming so'm. Bular 5 ming so'm, ish kattalari 7 ming so'mdan ekan. Hodiya kelinglar, ko'p beraman dekanchasini. O'zi 2 tane bergan baha. Gilascha so'm ekan? Gilas 22 ming so'm. 22 ming so'm. Şaftalığa geldi. Kaç? Zaman. Necha so'mdan shaftolar? Şaftalığa 18 ming so'm, yine bular 10 ming so'm. Tibetli. 10 ming so'm. Tibitlisi 10 ming so'm shunlar. Tibitsiz yana 18 ming so'mdan ekan. Bemalol kelaverasizlar, do'stlar. Xo'p, davom etamiz. Shu cheya bilan qaralni sezoni bo'lib turibdi. Necha so'mdan ekan qarali? 3,5 ming so'm. Sotilgancha so'm bo'ldi? 3,5 dan sotdinglar. Nerniki bular? Savdosi pishatirmi? Qarmanglar. Chakkamiz. Assalomu alaykum. Namoz o'qiysiz? Necha so'm aytdi? 8 ming so'm. Bu tibetli saqirang. Tibitsiz ham maylangan meni. Shaftoliga. Xo'p, bulanchi so'mlar? 12 ming. 12 ming so'mdan? Ne, to'g'ri. Arzon yana 12 ming so'mdan, bular 8 ming so'mdan. Arzonlik olajakmisiz? Olajak bo'lsangiz arzonini. Men hamma yerni aylanib ko'rib o'tiribman-ku, arzonlik. Ang? Solet maktabmi? Qani og'a eriklaringizni ko'rsing? Nima turibsiz? Ha, bo'ldi siz boraman o'zi. Ava. Chencha so'm bo'ldi? 11 ming so'm. Kilogam shu. Yeshgan. Şeyler. Ya sayada şunu görünemiyor şundaymi? Oo, doğma şimdi bu. Yine gap yok. Yine. Doğma. Nene gel. Görün. Teyinen bir tut. 11 ming so'mdan? 11 ming. Optimum kilogam 11 ming so'm. Beram, yine tey. Yine. Gap yok. Geçirler mi şunu? Geçirler. Taze geçir bu. Necha so'mdan? 8 ming 5 ming so'm. 5 ming. Qaysi bular 5 dan? Tamam, bular 5 ming so'm. Dedesi. Lavlagi nima aytib bering? Lavlagi 4 ming so'mdan. Lavlagi. 3dan beraman. 3 ming so'mdan. Qaytib kelishib beriladi. Toshlar bemalol kelaverasizlar. Xo'p, davom etamiz. Qaranchadan beringiz aqa? 3dan qaraldi. 3 ming so'mdan. Şurada ne şaltıklar var? Necha so'mdan ekan şaltıklar? Siz tushmaysiz? 30 ming so'mdan, eng? Sotilgan ham shu baqa bo'lib turibmi? Adresi nermi? Qaraxonboy Porotdan yana şaltıklarimiz kelib turibdi. Hisobingizni berasiz. Xo'p, davom etamiz yurtdoshlar. Tut necha so'mdan beringiz? Assalomu alaykum. Aleyküm. Eng? 30 ming verecek mi? 30 ming so'mdan şaltık diyorum. 30 mingdanmi? Qara necha so'm? 4 ming so'mdan ekan. Xo'p, do'stlar, bugun soat 8 da keldim. 8 da kelgan vaqtimda o'sha sovulib bo'ladi ekan bozor. Iloji bo'lsa ertaga 6 da kelishga harakat etaman. Kuzatib boraverasizlar. Shura meni uzumdan gap. Uzumlar necha so'mdan ekan? 15 ming so'mdan. Sotilgancha so'm bo'ldi? Sotilgancha so'm bo'ldi? Tutmadı öyle. Hali sotilmadi. 15 ming so'mga turibdi ekan. Qarali? Karalı 5 ming yaptı. 5 ming so'mdan ekan. Eriklar necha so'm ekan? Eriklar 8 ming so'mdan. Assalomu alaykum. Qo'y bir to'sa davom etamiz endilikda. Go'shtlarni narxlarini bilib beramiz. Ko'p kuzatib boraverasizlar. Shunda yana birat erik oladi ekan. Necha so'mdan oldingiz buni?
Evet, 3000'den 7000'e doğru erkek tutmuş. 3000'den 7000'e alasız. Doğru Adres. Solet mektepte. Sovet mektepte Leningrad'ın stadyonunda. Yine. Kakates sakırın. Kakates. Yurttaşa kimde kimde eriki bolsa bemalol alıp bara berasizlar. Eng qimmat baholardan shu birat olib qolasizlar-da. Nomerlaringiz zating. 91 bilan 255 84 55. 84 55. Bemalol bag'ina berasizlar ya Solet maktabiga to'g'ri boraversinglar ham bo'ladi. Endi отборный narsa bo'lsa 7000 so'm, отборный. Bo'lmasa 6000, 6500, 5000, 5500 mayda idisini qarab. Lekin отборный vajni qimmatroq qilamiz. Gap yo'q. Davom etamiz yurttaşlar. Endi yurttaşlar shuda qovunlar ham bor ekan. Qovunlardan pomidor bor ekan. Bir de pomidorchasizmi? 9000 so'mmi? Taruz? Tarız 1300 so'm. 1300 so'm deniki. Surxondaryo Sharabat. Surxondaryo Sharabatni taruzlari yapti yurttaşlar. Qovuncha so'm ekan? Kilosi 6 optimatchi. Optimal 5000 so'mdan oqsham bugun ham shu baho. Nechadan o'lchaptilar? Assalomu alaykum, qarmanglar. 1000'den aldık. 1000'den verdik, ettim 1000'den. 1000 yarım satamız abi. O, inaku 1000dan taruz yo'q, 1000dan taruz yo'q. Bak yine. Ama kıpkızıl ekin. Kıpkızıl içi. Neniki ağa? Yangi bozor Xorazm. Yangi bozor Xorazmni 1000dan berdingiz. Ama buna meyveler veriyor. Xalqam shu bahada berasmaga ko'proq olsa, Halka 10.000 so'mdan beramiz tanesi. danasini 10 ming so'mdan. Danasi 10 ming so'mdan olsa arzon tushami? 1200 so'mdan o'sha. 1200 so'm. 1300 so'mdan. Yine. Bemalol kelaverasalar. İçini görüp turan bo'lsa, shunday bo'ladi. Bu qimmat bu. Nechun qimmat? He, katta bo'lgani sapinami? İşte artmaymi bular? Yo'q, yo'q, nesli bu. Nazbek blogeri var o. Maşin pırış. Kim? Nazbek deganni. Anası Nazbek çıkardı. Kazak bo'lgan. Ha, Kazak blogermi? Sen? Nazbek Kazak. Şu istoriyasini ko'ringlar. Mutlaka Xudo xolasa davom etamiz. Planlamaya tarozlar bor. Tarozcha so'm? Tarız kiloga 2000 so'm. Optima 1700. Yep görün ya. Kesib berasizmi? Kesib bersangiz yetib ko'ramiz. İç ağrımaymi ağa? Ko'pchilik tarzlarda iç ağrib turibdi. Hiç ağır degan narsa umuman bo'lishi mumkin emas. Yine. Yep göremedim. Bismillah, yetib ko'ramiz yurtdoshlar. Chotki. 2000 so'mdan kiloga. Kilo 2000. Köpağına 1700. 1700. Mi yarım bermiz? Yok, 1000 yarım tarzı bayağı oy tarzı bu. Evet. 1000 yarımdan ham bor tarafdaki ya. Bir gece tabii. Kaskadadan tarz yurtdoshlar. Yine. Qovun nomati bering? 14 so'm kiloga. Kiloga 4000 so'mdan savdongiz bersin. Hop, davom etamiz. Men bir o'tirib bering ağa. Qarma, takkamiz. Ağa bugun yuqoridan pastga tushadigan kuningiz ham bor ekan-a? Hang? Maşin yok da yükle maşin. Mashina yo'q bugun. Yaz. 4000 so'm 2900 et beraman. Ko'chalarım şu bakalım. Koşlarda Kaç 5600 so'm. Keşke kiloga 6000. 5600 so'm. Ana 3000. 5600 so'm. Optimal. Halka 3000. 3 kilo olmuyor, xalta 3000 meydasi. Bala 5,5 so'm, 5600 'ang. Tamam. 15 kilo saç bereme kaldı bana. 10 kilodan sen berabersin. Bereme. Yine. 10 kilo sanlar o'sha optima kirib ketadi bu yerda. Arzon qatib berilaveradi. Bereme. Neyse gelse bereme. Piyoz yo'q, ang? Ya piyazım bana. 4000 yok. 4000, 3900. 4000 kilogrammi shunda? 4,5. Yağmur 3900'dan ya 4000'dan? 3900 so'mma, optima.
Yan tarafta. Necha so'mdan toza geçir? Toza geçir 7 aldık bölümden. Sakatlık 7 yarımda. 7 aldınız mı? Hava inşallah'ın kuazın bu videonu görüp Yok, geçip doktoru. Açsanız özüm kaçıp bererem kağa. Vakay. Tunyum badarin kımmat vaqtim men sondan ham bo'lsam. Yine. Lekin ağa realni lekin geçir lekin 7'lik geçir ekan lekin bu. Ha, söyle dedi. Yine. Zo'r geçir ekan. 7000 so'mdan olib to'la yana. Toza geçir. Endi 7,5dan ketadi. Ama 7 yarımdan berem sakatlanmış bulan. Chila bo'lsa. Tamam. 7 yarımdan. Yok halta zakaz emesi. 3 haltanın içeriye berem sakatlanmış. Yine. Gerçek amalım ağa. Kertike var ha kanını yardım buna mal çitet lazım. Bari üstüne şu dımdak set ver. İçinin meydesi yok. Yine Tasa köpçülük şunu atıp aldan aldı. Ben hem özüm uyda toy vaqti alacak vaqtim shunday bo'ladi. Xaltani yargandan keyin içinde meydesem aralash bo'ladi. Sizlar erinmanglar, bemalol shu xaltani yardistirib ko'rib olinglar. Ay keyin haltanı yarıp görüp oynam kimden alıp gittin toya kertikene? Sizdan olib ketdim-ku. Ana zoru. Ya Şunu- bu silin niye şu karan? Yardirasizlar. Meydeseli. Meydesem dım meydemez bunu. Ortada çıraylı veç. Necha so'mdan? Bunları 5800 somdan verdim halda. Arg'i Argını 3 yarım edi 3000 somdan. 3000 so'mdan. Az ölçep beri hemen gitti olara. Bemalol kelaverasizlar xudo xolasa. Yan tarafda tarzlarni ham tushiramizdan yurtdoshlar keyin go'shtlarning narxini bilib beramiz. Shu yerdan ko'rib o'tirganlar bo'lsa, ko'rib o'tiribmiz deb kommentariy yozib qo'yinglar. Ko'pchilik ko'rib o'tiradi, oxirigacha ko'radilar, dim quvonaman yurtdoshlar to'g'risi. 2000 so'mdan kiloga optimancha so'mdan. Harmanglar qala. Çılağa 200 som. Optimaning. Optima 1600 verem. 1600 neniki? Kaçka denem. Qashqadaryaniki yurtdoshlar. Optima 1600 beriladi ekan. Optimancha kelasa optima keladi. 50 kilodan ham ko'proq bo'lsa O 100 kilo olsa oldu. 1600 dan berasiz. Mana bemalol kelaverasiz. Gandan men o'lchab turib bularga. Optimancha so'm bo'ldi tarz. Assalomu alaykum. 1700. 1700 so'mdan. Nereki? Qashqadaryo. Qashqadaryaniki 1700 dan berib turibdilar yana optima. Katta tarozlar yana. Yurttiramiz. Xo'p, yurtdoshlar endilikda go'shtlarning narxini bilib beramiz, ko'rib kuzatib boraverasizlar. Yurtdoshlar endilikda go'shtlarning narxini bilib beramiz. Yarmarkaga keldik, ko'rib kuzatib boraverasizlar. Yanlar bilan go'sht o'lchatdi. Nera bir qilaman? Qo'ya. Necha so'mdan berdinglar? 125 dan so'm aytib beribdi. Qarman, chaqqamiz, kayfiyat yaxshimi? Xo'p, öküz go'shtlari yurtdoshlar yana so'mazi 125 dan berilibdi. Kilo qancha so'mmi? 95 bin somdan 15 göç. 95 ming so'mmi? 2 yağı bilan. Yurtdoshlar Sifatli, chiroyli bu millikni mol bozorini ochib keldik. 50 kalama bozordan her hafta 4-chi 50 kalada mal bozori bo'ladi yurtdoshlar. Mol bozorimizda 2 dana Kamdan kelingani bu. 2 dana gigant o'ksak keldik, bu kichkinasi bu. 301 kilo keldi bu. Kichkinasi arga xudo qolasa 350 kilo keladi, bozorga qo'yamiz. Bazı 300 kiloluk malni go'shi. Kichkinasidan lekin bo'yni bu dumba haybat. Gap yo'q lekin yurtdoshlar. Dumba haybat. Qo'yib aytib bilamiz bu yarmarkada nomeradindan go'sh. Mana gap yo'q. 95 Qo'rg'alanchi so'mdan. Xalqimiz uchun sifatli go'sht. Qo'rg'a suyaklarimiz ko'rib turibsiz. Shu hamisha gidiyor ağa şu. Burada o'zgarish yo'q, 75 ming so'mman. 75 ming so'mdan Qo'rg'a go'shtlar. suyakli go'shtlar Qachon kela o'ynang? Men 75 olib beraman. 75 ming so'mdan. Go'sht bilan damajab kelib xarid etishlar mumkin bemalol. Ammo bu har kuni bo'ladi.
Poçalar neçə so'mmi? Sahip olaman motor 95'ten kem ben koymayın sebebi. Bazı situasyonda sert kullanırak sebeple göğüşüne yaşat paramız değil ki 95'ten yaşat paramız. 95 min so'mdan. Çırayla sıfatlı yaşlı göğüş alalım. Yine. Eğer bana kaçar göçü gerek dese 88 bin sonra söküp paramız. 88'den. O fark yok ki çekil adası. Hala anca. Bir de bak çırayla söküp paramız gerekli noktalar aramız. Benim ağa gele var asala yurttaş. Ne böyle? 94 451 77 11. Tabii kasapta balan arasında. Allah'ınız versin çalışsana. Onur Bey'e xarman assalamu aleyküm. Keyfiyetli yaxshimi? İşler yaxshimi chaqqansiz? Şokolad göğüş yine. Yine. Yurttaşlar göçler. Bir şey diyeceğim. Bugün ne göçler? Bugün ne oluyor? Hem vakti göğüş ya. Yine. Yurttaşlar Xudo xolasa öküz göçli. Mayınlanan benim benim. Herkesten ben doğru yaşamıyorum. Kaçar soyulgandan keyin mesela biz xiyal böyle sarılatçıra duracağız. Yine. Doğrusu da be. Aldaq bu muydu be? Albatta. Toşusunu aytamız. Şokolad göğüyle boyunla veren Lekin siz shuni deysiz, lekin ko'p o'kizlar ham sal moy sariga kelishi mumkin. Hemen mala çıkardı. Yine. Ne dedi? 100'den bir boladı. Albatta. 100'den bir boladı. Lekin zorak veren değil. Yurttaşlar 95 bin son puldan. Mesela ben deyirəm. Köplə məsələn yazarkən də min dib oldu. Gelip durup alıp gözü için negatifle pul vermiyor alıp geçsin göç. Yaman bozuk taşa versin. yine Pul vermiyor yurttaşlar alıp geçsin. ko'pchilik o'lashi mumkin 95 ming so'mdan arzon narsani chiqib beradi. Lekin shu 95 ming so'mdan berganda ham yaxshi aytib beradi. Gap isboti bilan yana o'lchaydilar xudo xolasa. Klient dostu soruyor İngiliz göçüdüğünü. Pastani shundan olasiz ku? Ben de şuna gelip alamıyor diye yok. Yine. Yeteğim bir gel şirek var. Bir günler satılmış ki. Yine yurttaşlar barilardan go'shtdan bemalol ko'rsang da bo'ladi. Toshni bir kilo yana. Malamızda ben satılmış. Yeteğim gel şirek. Magan sırası 6 yıl oldu benim öyle çıktılarım oldu. Birincilerden çıktık. Birinci imtihan çıktı, bir gün keyin ben çıktım. Şundan beri yatırımız yaman göz satkanda bu dereceye erişip bu milyardelik. Albatta yurttaşlar. Doğrusu da mesela adamım 1, 2, 3, 4, 1 mertebe mesela magan yerinden pendize ikinci mertebe gemilik bu doğru mu? Doğru mu Hakan? Albatta. Yarmarka deneyinde öküzden alıp bulduğunda kanal vakitlerin kaldığı yenen münesemin değil. Bizlere kaygı ver şertemezsin. Sadece öküz hazır çok verip tuttu. Soyut tutmaz. Eğer bu mabada çok vermeyin kalanda üzerimiz kaçalan soyarım. İşte otakka mıydı o bile? Bilen bak Moskva'ya getirmez kolumuzdan başka iş yemiydi. Kuru mal bakıp yatırmız. Hem mal bakamız hem mal soyamız. Yine. Göz sakalından takımımızdan bir de mal bakım şeklinde var bize. Albatta yurttaşlar. Cevap bize kaygı vermeyin de öküz soyut tutmaz. Doğru gel tuttu. Kaygı vermeyin. Albatta. Yemek yerinden kaçarımızı soyamız. Sıfat mallarını göçünü yeni bir biliyor versen gene doğru mu? Albatta. Cep takımımız. Sırayla sıfat yaşlı göçler bir sen varsan bakalım. Sıra için söktürk usta bulamaz. Yine yurttaşlar ko'p videolarda aytaman, shu Farruxa meni ko'pini qasar so'radi, o'kiz so'ymiradi. Farruxa dedim, dava dedim, o'kizni edik dedim, o'kiz so'yib boshladingiz, bir so'ydingiz, ikki so'ydingiz, endi bana ko'ra o'kiz ketdi. Çot berib turibdi-ne? So'yib turibdilar yurttaşlar. Çok vermeyin. Toktağan yerinde kaçar soyarımız. Bize kaçar. Bir mamını. Üzerimizdeki kolumuzda üstümüzde için karamıydı. Albatta. Ama üzerimizdeki işlemezsiniz. Gap yo'q. Karamazsan, karamazsın ya dem alam. Doğru mu? Yurttaşlar, agar kommentariya yozib yurgan odamlar, masalan, ko'pchilik bizani qo'llab-quvvatlab yozadi, Farruxa. Hammasiga rahmat. Ayrim birovlari yurttaşlar 4 yillik bo'lsanglar, bizani 4 yilimizni yarmarkisi 5-ci bir bombaldasak bombaldak hükmü. Bugün en- doğru mu? Siz kanalınızı şimdi aytıp kesilirler. Şimdi mesela kanalınızın namını şimdi aytıp kesilirler. Namaz cuma günü 5 milyon kadar 90 milyon alıp giderlerler. 90 ming so'mdan. Gap. Kesilirler gap. 90 ming so'mdan bemalol kessanglar bo'ladi O'murbek kassobdan. 10 kilo köşesi 88 milyondan var. Gap Bugün yo'q. namaz cuma günü baramana. Yaxshi aytib berasizmi? Göğüşünü asarlar. Tuğla vermeseler, evine yaparsan ya toyçular mesela poğru yap tapsa göğüş bonus toyana. Yine. İçeride razı manda vaydı veremem.
Oho, gap yo'q. Yetdimi? Shunchalik o'yinsiz go'shingizni yaxshi aytib berishingiz. Bu mesela bir mal soygandan keyin bir tur bo'ladi da bu go'sht. 10 tur bo'lmaydi bu. Albatta, yurtdoshlar Mesela yana. tarozi kessek bir yeri ak çıksa hem yeri ak oladı, doğru mu? Kızıl çıksa mağızı zor çıksa yemin değil. Hem yeri mağız olamağır. Şiiresen beri bir tur oladı mı? Ya tarvuzda kızır. Bravo. 20 kilo götürgene işi kişiler çıkar. Bizi girikimiz şimdi bonus para. Besplatniy. Besplatni. 95 ming so'mga 20 Tamam, kilo şöyle götürgene. kesilleyin. Ama bu g'ani bugun lekin qarang. Siz ne ishlayotganini bilamiz. Aytib kelinglar. Ha, turing ben iken çünkü apakçılar çıkar. Aytilgan gap shu kuni amal etadi. Yoddan chiqarmanglar. Mana 20 kilo go'sht olganmi, sigirikimiz podark shunday. gap yo'q. Xudo xolasa kasablarimizdan iloji boricha Hadi alıp koyuyor. yurtdoshlarimizga Bakın şu gap 10 kilodan ötse oldu. 88 bin zaman bir namazcıma gidiyor. 7 bin som. 7 ming. 22 bin som paytalgan var. Gap yo'q. Nimalar? 97 355 14 memnun. Ömürbek Kasap balona arasıyla yurtdoshlar. Jaranayap. Assalomu alaykum. Amoz yurtmisiz? O'zbek ishlar yaxshimi? Ko'rinmaysiz-ku. Formanglar. Ey, bamiz. 2 mal suv keskab ketdik. Ikki mol. Bag'ra qarab. İnşallah yarısını qo'lga bergan. Bag'ir necha so'madi? 75 mi? 70 ming so'mdan beradi. 70 ming so'mdan. 70 ming so'mdan. Nisbesi malni so'radingizmi? Bugungi ish qarab qacha. 330 kilo geldi. 230 kilo gapti yurtdoshlar. İkinci mal qaysi? İkinci mal muzikamda. Bir filalo iki so'ydik, birsini qacha. Vallahi bir-birinden sifat. Xudo xolasa bemalol kelaverasizlar endi yurtdoshlar. 95 ming so'mdan endi taxlanadi. Yog'i necha so'm aytib berasiz? Yağını 30 ming so'mdan aytib beramiz. 30 ming so'mdan. Suyucuyla qalasa buyrak moyi bor edi. Ne? To'shancha necha so'mdan sotib berasiz? To'ychilara shunday doğmağanlıqqa qachalardan barib saylab o'zlari ko'rib olaversin 90 ming so'mdan beramiz. Kella boshqa kerakmidi? Bir mal seli kerakmi desa 88 ming so'm aytib beramiz. 3-4 doğan bo'lsa 85 ming so'mdan aytib beramiz. Gap. Öküzlerimiz şu an muvaffaqiyatli 95 ming so'mdan. Lekin kayt kuytu yok olib turibdi. Hozir sel bozor chakkarak bo'lib turibdi. Shundan va'da 95 ming so'mdan öküz go'shtini so'yib beramiz. Liboy vaqt qalagan odam boraversin. O'zini ko'zini oldida ko'rib keyin so'yib beramiz. Nimalar? 90'lık 714 0613 falan arasında. İhtiyar Kasap Xudo xolasa yurtdoshlar. Bizlarcha davom etamiz. Mana. Atabek farman. Kayfiyat yaxshimi? Chaqqamiz. Siz nima sordingiz? Doğman kaçar. Doğman kasarligi ko'rinib turibdi lekin. Mana. Necha so'mdan sotdik? 90 ming. 90 ming so'mdan. 90 ming so'mdan suyagi yog'i bilan. So'mancha so'm aytib berasiz? Yine yog'i yurtdoshlar. Doğman kaçar. Gap yo'q. So'mancha so'm aytib berasiz? Son bo'lsa 110. 110 ming so'm. Yaxshi bo'lsami? Qora kesak bo'lsa 110 mi? Kara kesek kuru son bo'lsa. 110 mi? Pahalı suyak yok. 110 mi? 110. Yurtdoshlar sirtda 110lik go'sht olsanglar, yog'i suyak qo'shilib beradi. Qora kesakdan hozir Atabek ham 100 ming so'm, ne, 110 ming so'mdan beraman debdi. Gapga javob. Yok. Gap yo'q yurtdoshlar. Tuyoqlar Suyak 400 ming. 400 ming so'm. Suyaklar 65 ming son suyak. 65 dan yana. Bir de sivilce. Boyun sünekleri. Bazı arka süneklerini kesip tuttu. Yurtdoshlar. Xudo xolasa bemalol kelaverasizlar yana. 110 ming so'mdan lahmat bek kessanglar bular. Qora kesak et. Gap yo'q, savdongiz bersin. Boysana xama. Kayfiyat yaxshimi? Yurmaysiz-ku. Var mı? İcattamız. Ağabek nereye beringlar? Abi baş yerde. Bormi? Bu zamandan beri. Hop. Necha so'mdan go'shtlar? Kuşlar 90 ming. 90 ming so'mdan. No go'shtlar bir de? Doğman kaçar mı? Normal kasani go'shtlar yurtdoshlar 90 ming so'mdan sotib turibdi. Ye. Suyaklar Suyaklar 70 ming so'm, 60 ming so'm. Yine takırlar azalak 40 ming 50 ming veriyor. 40 ming 50 ming so'mdan, he? Ya var ya 40 ming so'm. Ne yurtdoshlar? To'ychilar ancha so'mdan sotib beradi. 88 ming so'm. O'kiz nima? Ucuz kaçar mı? Böyle? O'kiz 90 ming. 90 ming. Yine. Nomerlar? 99 lira. 318 47 47. Balana arasida yurtdoshlar. Darlan arası.
Surga, harma? Assalomu alaykum. Kepetlersin. Harma, kalın ya. Bugün göçkem kusta. Oo, bugün aslat ket. Kalaşlar. Akşam soyduk ket koyuyoruz. Bak koyuyoruz. Yine pasportu bilen doktor ispatlı. Assalamu alaykum. Allah 90 bin som hazır yine bir gidiyor. 90 bin so'mdan küçük göçler yurttaşlar. Günde soyamız ya. Bir gün durup 3 gün soyup 3 gün mal akyemeyiz. Mal köp bu da gün. Soya öğrendik ama. Günde süreci soyasız. Soyamız ama. Bir gün akşam köp bırakat ket tamamen 280 kilo. Hastalık lazım. Statistik lazım. Göremiz yani çıkartıp baradigan 2 kilo ölçü lazım bir ana. Maytaşın mazgına. Oldu gep buluşum günü. Orada verdi ismi. Tamam. İyilik taşı mı görüşü bile yine konkret ve çıplak alacağıma kadar. Görüşü bile. Şikalan. Soralıklar. 240 milyon mu oldu? Buna mı? Yine bakalım. Mersin'e bak. Açık. Görüşü. Ama klientim şunu etip verirsen Surga. Gele versin yine. Görüşü kalan da yine kulak olsun. Bak yine öyle kulak. Şuna pastayı alalım yine bak. Kulak alsın. Benim ağa geleverəsələr, xuda xalasa. Toy salarına çıxıb otur. Boyçaları 90 milyon man verəm. 100 kilo görüşədə 2 kilosu 2 kaç verəmiz. 90 bin so'm. 50 kilosa 1 kilo görüşün diye besplatlı verəmiz. 90 milyon. Kaç ara səni? Kaç arası 85 milyon man. 85 Yo 85 milyon man verəm. Dövürlər? 94 bilen 906 26 26. Balan arası yurttaşlar. Xuda xalasa Sarengilik metkesi başta devam eder. Kanalımıza yeni bolsan abone olup koşun unutmanglar. Sağ salamat bolun. Keyingi videolarda görüşkünçe ketkisi yanıtlarınıza razı bolun. Şörnedin görüp oturan bolsanglar plus steriliksini yuberip koyun yurttaşlar. Görüp koyalım. Örmege. Şunda 90 bin so'mla bugün. Hava. Nereden geçer? Yine. Kanaldan geçer. Namaz cuma günü. Her namaz cuma günü. 88 bin so'mdan çellasa 10 88 kilo. 10 kilo sana 88'den gider. Balan arası xuda xalasa yurttaşlar. Benim yalan malım mal deyip pasat durum yok. Albatta. Aytılan gapə Satamız. cavab verirlər. Satamız. Gap yo'q. Doz aytamız.